Qishloq xo'jaligi texnikasi va texnologiyalarini sertifikatlash va sinash markazining Toshkent viloyati Yangiyo'l tumanida joylashgan sinov tajriba maydonida yangi innovatsion uskunalarni sinovdan o'tkazish maqsadida ko'rgazmali seminar bo'lib o'tdi. Unda Agrotech Cluster, Chirchiq Selmash mas'uliyati cheklangan jamiyati vakillari hamda qishloq xo'jaligi texnikasi va texnologiyalarini sertifikatlash va sinash markazi mutaxassislari, shuningdek Toshkent viloyatidagi agroklasterlar va fermer xo'jaliklari vakillari ishtirok etdi. Hozirgi kunda kam sarf xarajat talab qiladigan energiya tejamkor texnikalar va agregatlarga talab yuqori. Ayni jarayonda Agrotech Cluster hamda Chirchiq Selmash korxonalari o'zaro hamkorlikda ishlab chiqilgan paxta qator oralariga va tekis maydonga bug'doyni aniq o'lchamlarda ekadigan Smart pnevmatik bug'doy ekish seyilkasi zamonaviy TTZ DF903 traktori bilan agregatlangan holda namoyish etildi. Aytib o'tish joizki, avvallari mazkur seyilka o'rniga qator oralariga mineral o'g'it sepkich bilan don ekinlar sepilgan va bunda urug' va yoqilg'i sarfi ko'p bo'lgan. Endilikda ushbu zamonaviy seyilka yordamida birinchi marta g'o'za qator oralariga don ekish yo'lga qo'yilmoqda. Shuningdek, bu bilan urug' va yoqilg'i sarfi 2 barobar kamaytirilishiga erishildi. G'allachilikda 33 yilda mana birinchi marta mana g'o'za qator orasiga aniq bir chuqurlikda, aniq bir me'yorda ekadigan don ekish moslamasi endi ishlab chiqildi. Birgina statistikaga aytaman, respublikada har yili 1 milliondan ortiq maydonga g'alla ekamiz biz. Shunda 700 ming gektari aytaylik g'o'za qator orasiga ekadigan bo'lsak, biz g'o'za qator orasiga ekmaymiz, sepamiz biz. 250-300 kilodan sepamiz. Bugungi kunda mana olimlarimiz bunday seyilkani o'ylab topishdi, moslamani. Bu moslama 160-200 kilo ekadi. Aniq bir me'yorda ekadi. Demak, biz har yili 700 ming gektardan 50 kilodan urug' tejaydigan bo'lsak ham 35 ming tonna urug' tejaymiz biz. Bir yilda bu shu texnologiya orqasida 35 ming tonna urug'ni chet mamlakatga eksport qilsak bo'ladi. Aholi oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashga ham katta rol o'ynaydi. Shuningdek, seyilka bilan bir qatorda mahalliy ishlab chiqarilgan uch g'ildirakli TTZ DF903 traktor ham xaridorlar e'tiborini alohida jalb qildi. Bundan tashqari seminarda yangi ishlab chiqilgan GPS qurilmaga ega Lowell 1004 rusumli traktori osma texnikalar bilan agregatlangan holda keng ommaga namoyish qilindi. Ushbu traktor o'zini mahalliy bozordagi raqobatchilardan ustun tarafiga keladigan bo'lsa, mahalliy iqlim sharoitlariga to'la mos keladigan lunjirli apparatura bilan qo'yilgan va Perkins texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan dvigatelga ega, undan tashqari alohida moliyash tizimlariga ega, turbokompressorga ega traktor ishlab chiqarilgan. Yana bir narsaga to'xtalib o'tishimiz kerak, traktorimizga GPS navigatorni o'rnatgan bo'lib, ushbu GPS navigator orqali dalada o'sha qishloq xo'jaligi agregatlari bilan harakatlanayotgan 2,5 santimetrgacha aniqlikda bajarib, agrotexnik tadbirlarni sifatli aniq bajarishi ta'minlab beradi. Seminar so'ngida qatnashchilarga shu va shu kabi qator qishloq xo'jaligi texnikalari va ularning afzalliklari haqida ham ma'lumotlar berildi.